Va endi Turkmaniston terma jamoasi o'yinchilari o'zlarining navbatdagi qarshi hujumlarini amalga oshirishadi. Gagaladze jamoasiga uning qarshisida bir himoyachini aldab o'tdi va uchrashuv bosh hakami Koreya zarba va hisob ochildi 1-0. Boshlandi. Gachkuliyev esa hisobni ochishga bundan 3-4 yil muqaddam Begach Muhammad Quliyev Turkmaniston futbolining asos tarkibida uncha o'yin amaliyotiga ega bo'lmadi. Xavfli vaziyat. Hisob 2-0. Jamoa sardori Jumadurdi Meredov hozir ega bo'lishgandi. Bu esa yuqorida ikkinchi kiritilgan hujumi. Gagaladze jarima maydonchasida bir o'zi yolg'iz xavfli vaziyat va hisob 3-0. Uchrashuvda yana bir bor tomosha qiling. Juda chiroyli usulda hozir himoyachilar xatosidan foydalanib to'pni egallab oldi va to'pni darvozaning uzoq burchagidagi yuqori burchaga aniq yo'lladi. Shu vaziyatni yana bir bor tomosha qilyapsiz. Bu vaziyatda albatta Meredov hozir o'z jarimasiga yaqinlashib kelyapti. Xavfli vaziyat. Gagaladze zarba. Hisob 4-0. Hisob 4-0. Bosh turgan Gagaladzega yetkazib berganligini alohida ta'kidlash istardi va Gagaladze to'pni darvozabon ustidan oshirib, darvoza to'riga aniq yo'lladi va hisob 4-0. Ham hozir maydon chetida tibbiy yordam ko'rsatdi. Uzoqda zarba, hisob 5-0. Hozirgina maydonga chiqqan o'yinchini biz aytib turgandik, demak ko'rib yana bir bor tomosha qiling. Yo'q, bu 22-raqam ostida o'ynayotgan Yuriy Bardalimov edi. Demak, Yuriy Bardalimov hisobni 5-0 yetkazdi. Uzoqdan berilgan zarba